Butun kalla suyagini lateral tarafdan qaraganimizda unda 3 ta chuqurcha ko'rinadi. Fossa temporalis, fossa infratemporalis va fossa pterigopalatina. Ushbu videoda fossa temporalis, ya'ni chakka chuqurchasi haqida gaplashamiz. Fossa temporalis quyidagi binafsha rangda ajratib ko'rsatilgan soha hisoblanadi. Biroz yon tarafdan qaraganimizda ham bu sohaning botiqlik holatdagi chuqur ekanligini ko'ramiz. Endi fossa temporalisni hosil qilishda qaysi suyaklar qatnashadi? Shuni ko'rib chiqamiz. Demak, birinchisi bu joyda ko'rishimiz mumkin, yuqoridan ko'rinib turadi. Tepa suyagi qatnashadi. Keyingisi peshona suyagi qatnashadi ma'lum miqdorda va chakka suyagining palla qismi va ponasimon suyak katta qanoti ham qatnashadi aynan shu chuqurchani hosil qilishda. Chuqurchaning chegaralari bor. Yuqoridan chegarasi bu liniya temporalis. Mana yashil rangda ajratib ko'rsatildi, liniya temporalis. Va liniya temporalisni ko'radigan bo'lsak, peshona suyagida ham bor edi va mana tepa suyagida ham bor ikkita liniya temporalis inferior va yuqoridagisi liniya temporalis superiorlar. Chuqurchaning suyaklarini ko'rib chiqdik. Endi pastki tomondan chegarasi yonoq ravog'i, mana bu joyda mana yonoq ravog'i hosil bo'lyapti. Uni hosil bo'lishida chakka suyagining yonoq o'simtasi va yonoq suyagining chakka o'simtasi, ya'ni ikkalasi birgalashib arcus zygomaticus hosil qilyapti. Bundan tashqari katta qanotning chakka osti qirrasi bor. Mana bu ponasimon suyakning katta qanoti. Biroz ostki tarafdan qaraydigan bo'lsak, mana bu joyga uni chakka chuqurchasini va chakka osti chuqurchasini ajratib turadigan qirrasi bo'ladi. Devorlarni ko'radigan bo'lsak, bu chuqurcha oldingi tomondan quyidagi devorlar bilan chegaralanadi. Oldingi tomondan devor albatta peshona suyagining yonoq o'simtasi birinchi o'rinda. Mana peshona suyagini belgilaymiz. Peshona suyagini mana old tarafdan ko'rsak, yonoqqa birlashadigan joyida hosil bo'lyapti oldingi chegarasi. Bundan tashqari yuqori jag' suyagining yonoq o'simtasi ham qatnashadi. Yuqori jag' suyagini belgilasak, uning yonoq o'simtasi ham ko'rinadi. Orqa tarafdan qaraganimizda mana yashil rangda yonib o'tishyapti oldingi tarafdan chegaralar. Keyingisi yonoq suyagining o'zi. Mana yonoq suyagini ham belgilaydigan bo'lsak, yonoq suyagi ham aynan shu yonoq chuqurchasini, chakka chuqurchasini chegaralab turishda qatnashishini ko'rishimiz mumkin. Endi medial tarafdan ko'radigan bo'lsak, medial ya'ni tanaga yaqin taraf degani bu chakka suyagining o'zi chegara hosil qilyapti. Medial tarafdan mana ko'rishimiz mumkin yashil rangda. Va lateral tomondan ham chegaralari bor. Lateral tomondan chegarasi mana bu gaplashganimiz yonoq ravog'i. Lateral chegarani hosil qilib beradi. Demak, bu juda ham sodda chuqurcha fossa temporalis chakka sohasida joylashyapti. Uning yuqori chegarasi mana liniya temporalis inferior bo'lyapti yoki liniya temporalis bo'lyapti. Uni hosil qilyapti suyaklar peshona suyagi, tepa suyagi, chakka suyagi va katta qanot qismi ponasimon suyakning. Uning chegaralarini ham ko'rib chiqdik, devorlarini ham ko'rib chiqdik.